Aka. Bitta o'ynaydi 5 mingni artyapmiz aka. Men senga artmadimmi? Artmayam demadingiz-ku, bo'lmaydi endi pulni berasiz aka. Nimaga? Yetimni haqqini yeb bo'lmaydi aka, yomon bo'ladi. Bo'lmasa bunaqasi o't narsa rashot qo'raman. Hozir aka, hozir. Ana endi rashot bo'ldi. Boravering qo'mizimga. Jahon aka, agar xotiringiz ruxsat bermay turgan bo'lsalar, biz ketaveramiz. Aka aqani ochib yuboring. Hazillashmanglar, ochib yuboring aqani. Ha bo'pti, endi o'tkazapan ish bilan tutosh. 100 ming. O'tgan safarga o'xshab qochib yubormasinlar-a, to'lov oldindan 100 tashab qo'ysinlar, 100 ta. Ya aka ajolat qilmang. O'tkazapan ishdan chiqib qoldi. Ana osh keldi, osh. Oh. Qorin yomon chiqadi-da qara. To'xting. Osh yilmasdan oldin bitta rasmga tushib olay, Instagramga qo'yaman. Uka, o'z shartmi shu qorin ochligida? O'ping aka. Yo'q, qana telefon bu? Vivo V60 lar. Kamerasi Z linsasi bor. Rasmga vashitini oladi. Har bitta detalni ko'radi. O'ping rasmga. Mana, вообще tiniq chiqdi. Ustoz, meni ham rasmga olib qo'ying, Vivo V60imda mana. Obbo. Ana bo'ldi, men. Ustoz, oldi kamerasida ham selfie qilib qo'yavering. 50 megapiksel. Z linsasi bu. Mana. U arka defonlarda ham bir tushunmadingda. Ha, tush kerak-da. Nima o'tiribsizlar? Boringlar, men sizlarni kutib turaman-a. Tushib oldilarmi rasmga? Ovqat tugadimi? Endi nima qilamiz? Nima qilardingiz endi? Mana men olib qo'yasizlar rasmga. Alo, Luiza, ha? Yamuncha zayn tushyapman, kim bilan gaplashyapsiz? Nech pulagan qozon? 8 ming. 500 beraman. Ya aka to'g'ri keldi. To'g'ri kelmaydi. Ha bo'pti, oling 500 ga. 400 bering aka mana. Aka. Amaki hech bo'lmasa 300 ga olib keting, to'g'ri kelar. Nos tiplab bordim-da, valla. Ha bo'ldi, oldim 300 ga o'sha. Amaki qayt kelmaysiz deb o'ylabmiz-da. 300 ga to'g'ri kelmay 750 ga beramiz. Luiza, hozir o'zim 2 minutda qaytarib yuboraman. Xo'jayin chaqirib qoldilar, uni do'konimizga kirib ketyapman. Yorug' o'zini yo'qotdi. U aka ehtiyot bo'ling. Vay. Yordam ber, ho'kiz. Aka hozir, aka. Hozir turg'izdirib yuboraman. Doktorga qil, 03 ga qil. Hozir aka, hozir aka. Luiza, ha? Qachon ko'rishimiz aytmadingiz-ku? Men lavash olib bermoqchi edim. Sen zarar kunandani foydang teganimi umringda ishxonaga? 1 yil 7 oy ishlab berasan, keyin pasportingni olasan mendan, hopmi? Shef, ko'p emasmi? 1 yil 7 oy. Kuni sindirgan ikkita lustranga kattaxona ishlab beradim. Vaqti lustraga aralashib, pastga tushib, aboy do'konimizda ishlaysan. Şahınlardan söylere, şahınlardan söylere, sallanır bakardı, sallanır bakardı. Kamon, do'stim. Jahon, bormisan? Jahon, mahalla o'zgarib ketibdi. Uyimni topolmayapti. Uyim qayerda edi? O'netdan ikkinchi darvoza edi. Xotin, men keldim. Voy, erim keldi. Как раз игрушкаga pul kerak edi. Xotin yaxshilab ishlat. Ideyani qayerda bor-ku? Topgan ishlagan pulimga bir vagon mashinada semizliklar bosib keldim. Qo'qonga hamma joyga do'konlarni o'zimiz yetkazib boramiz. Akaxon, kecha chet eldan keldim o'zim. Buni fan brendi semizliklarni olib kelganman. Qo'qonga o'zim olib kelmoqchiman. Uni olib qolasizmi? Ukajon, jicha kechiga qolibsiz-ku. Yo'q. Ha, bizda bormi mana? Fan brendi. Endi Xitoylik odamni o'zi olib kelib, mana bu yerda terib beryapti, telefon qilyapmiz, tashab ketyapti. Menimcha ular bilan siz raqobat qila olmaysiz. Endi qaytib borasizda boshqa brend olib kelasiz. Yangi choy degani. Yangi choy. Assalomu shaka.